Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube chorva ishqibozlari. Bugun biz Farg'ona viloyati Bo'yi tumani Yangi Qo'rg'on chorva bozoridamiz. Munojilar narxlarini yoritib beramiz akalar. Yaxshi munojilar. 14 million so'm deyapti. 13,5 qilyapti. Tushamadimi? 3 minut vaqt dedim. Yo'q, buga yo'q hali. Shuni bo'ldi? 700 ming so'm bo'ldi. Videoga olmaysiz. Buga yo'q. Qancha deyapti? Qancha deyapti? Neyini ko'rsating? Nagini ko'rsating. Videodan telefon qilsa bormi? Videodan telefon. 14 millionga 2 soat ichida sotdim kimga bo'lsa. Sheyda bo'lsa 3 minut vaqt. Sotdim mana. 14 million so'm. 15 millionga olganman. 1 million ziyonni ko'taraman xalq uchun. Yo'q, gap yo'q uni. Bazaqsa bu. Bazaqsa bo'ldi. Taqda. Taqda. Gap yo'q. Ko'rib olarsan. Arzonchilik bo'lib ketdimiz. Mol sifati yaxshilik. Qochmaysa ham u ham bizdan, uni ham olib qo'yam. Qayda? Videoga toltaylik. O adammi? Uni ham olib qo'yam. Qochib qolgan ular. Yetinchi telefon nomerda? 91 lik 205 9949. Qancha ekan aka bularningiz? 30 millionga sotdik ekan. 30 millionga 15 millionga, ha? 30 million sotdik. Bozor qancha so'rayapti? Yosh ulaj mana 15 million sotdi. Bo'yi 120. 120 bilet chiqadi. Bu qochmani qancha qilib berasiz, qochib qolganlar? Bu qochmalarni beraveradi, borib akam bor, shu hisobda savdo qilib turgan. Oy, tam. Qora futbolkada ekan. Oldu az bir tane. Kaçmalar yeterli. Bo'lib qoldi. 15 ming to'lasam yig'ib olaman. Qanchaga bor tog'a bu? Hayrat ekan mollarni olib. 14 million qilishyapti. 14 million so'rashyapti. Uni ko'chatib. Hali yosh munojilar so'raganlar. Sigir bo'ladigan variant. Pulni beribdi. Muslimizmi bu? Muslimbekov. Ha? Muslimbekov. Muslimbekovmi? Ha. Ishlab turgan. O ishlab turgan. Qancha bo'ldi bu? Ha. Bekov 30 million bo'ldimi? Mana shu 15 million 30 million so'm bo'ldi. Yosh munojilar. Ular qancha bo'ldi ekan? O'yta qochmasi ham bor. O'sha arzoncha ekanini ko'raylikchi. Bo'g'ozmi aka bu? Qisirmi? Mana qancha deyapsiz buni? 40 million 20 dana? 20 milliondan 40 million deyapti. 20 milliondan 40 million. Bu yerda ukangiz sotyaptimi? O'sha nomerga telefon qilaverasizlar mana. Hali arzoncha ekanini qochmasin. Faqat qochadigan payt keldi. Men xunoji nimaga debman? Bo'g'ozmiga debman. Akalar xunoji qatorlarini ko'rsatib o'tamiz. Xunoji so'raganlar bor edi-yu. Televizorga qo'yib olib, katta fonni ko'rayotibsizlar. Qanchaga bordi jonim bu? 21 deyapti kam bor. 21 kam bor. Yosh munojilar. 21 million so'm kam bor. Tug'maganmi bu hali? Birinchi qon. Birinchi qoringa bo'g'ozmi? Tug'magan hali, birinchi qoringa. Qochma ekan. Bormi yana bundan? Bash bitta. Qochirsa, sigir qilsa o'zi. Normalniy bo'ladi. Bu ham 140 bor, 130 kilo bo'lsa. Yetinchi telefonni berdi? 88 lik. 88 lik 205 205 55 15. 55 15 ga telefon qilasizlar. Hojibo nech puldan bular? 18 dan. 18 dan yosh munojilar. 18 million so'm. Bozor qancha qildi? 16,5 dan. Nos 15 ga cho'rami? Ketaveradi 15 ga. Nos 15 millionga ketaveradi. Ondan necha payt so'rab qoldi?
Telefonu verdingchi? Telefon nomerni? Yo'q telefon. Telefon nomeri yo'q ekanda. Sotiladimi bu? Qancha? 12. 12 million. 10 million 300 qildimi? 12 million baho aytyapti, 10 million 300 qilibdi mana. Yoshdan 1 metr minus. 10 million 300 qo'shingga beraveradimi? 50 ming qo'shsam yetaveradimi? Ha. Ha? Bor. Bormi? Qancha bor? Yetak telefon berdi. 88lik 88lik 205 205 55. telefon qo'yasizlar. Qanchaga bordi aka bu? 24 qilyapti. 24 million qilyapti ekan. Rahmat. 24 million. $24 million so'm. Daha qo'y bozor olib ketdi. Nozga qator o'tamiz endi. Ha, nima tayyorlashga chiqamiz. Kimlar ekan bu aka? Sizdanmi? Qancha bo'ldi? 15 million 200 bo'ldi mana. Yelkalargacha ko'rinib turibdi. 15 million 200 ming. Qancha bo'ldi aka? Sotildimi? 13 million so'm. 13 million so'm bo'ldi. Yine balam. Yine balami bular? Necha pul bo'ldi bu? 15 million 300 ming so'm bo'ldi mana. Buni ajini. Ketdi valjon. Buni ham 15 million bo'ldi. 30 so'm olganda. Mana. Nechi bo'pti? Sotildi bu. Nechi pul? 15 million. Firmalar kelibdi, firmalar. Qisib bo'la mana shu yerda, mana shu atrofda. Mana mana shu atrofda. Kimlar ekan bu? Firma molar kelibdi, firmadan kelgan. Aka sotildimi bu? Sotilmayapti mana. Qisiblar. Yosh majlisi. Aka qanchaga bordi? 22 ga 11 dan so'radimi? 11 million so'mdan so'radim. O'zimiz joyda Sizga qanchaga bordi bu? Qanchaga bordi bu? Qancha bo'ldi? 200 ming kam 9 million so'mga sotildi. Yo'q. 88 bo'ldimi? 8 million 800 ming so'm. Ular necha puldan? 88 ga sotildi mana. Bo'lgo'sh to'ramiz. Bunisi qancha bunisi? 10.5 qilyapti. 10.5 qilyapti. Sotilmayapti. Jan necha puldan ekan bular? 12 dan. 12 dan. Necha pul qildi bozor? Mana shuni 10 million 300 qildi, mana shuni 10 million 700 qildi. 10 million 300, 10 million 700. 12 dan kam bor deyapti, 10 milliondan so'rayapti. Yosh bo'lsa. On bir yarimdan kam bor ekan mana shular. Muslimbek. 11 yarimdan kam bor ekan mana. Muslimbek 11 yarimdan kam bor. Sotildimi bu? Sotilmayapti.
Aka qancha bo'ldi? 87 8,5 qilyapti mana. 8 million 700 8,5 million. 8 million 500 shunaqa qilyapti. O'ziga. Aka qanchaga bordi bu? 11 million. 11 millionga bermayapsizmi? 11 millionga bermayapti mana. Yosh. Buni chalamiz. Dog'lar qanchaga bordi bu? Qanchaga bo'ldi? 10 million. Aka bu qaysi kanal? Muslimbek. 11 million. 10 million qilyapti dedingizmi? 10 milliondan berilyapti. Qancha qilsa beraverasizlar? 11 qilsa? 10 qo'shsa bo'lmaydimi? Ha? 10 ga qo'shsa berasiz? Qayda mollari? Bag'dodga dastlabkasi bormi? Dastlabki bormi? Ha? Dastlabki o'zi qilmakda. Dastlabkasi o'zi qilib turadi. Bag'dodda bolalar ekan. Aka-ukamisizlar? Aka-ukalar chiqdilarmi bu yerga? Joy bormi nati kattalar? Meni olib chiqdilar. Bu odam. Ha, o do'pul ekanmi? Qo'l telefon nomer aytingchi. Pasiyani bo'ladi shunaqalar. 91lik 682 6350. Ha? Qo'l telefon qilaverasiz. O'yam sizlardanmi? Qanchachi? Muslimbek. Nech bo'l? 10 million. Qancha qildi bozor? 9 million. Mana yosh bolalar sotyapti akalar. Bozorga olib chiqish kerak edi bolalar. 9 million qilyapti. Yetalancha qil. Mana, bunaqachalar. 9 million so'mga berilgan. Yosh bolalar. Malades. Tezasiga nima bo'lib chiqqan bular? Bormi yana bundan? Bormi yo bittami? Shuni o'zimi? Aytib berib barakalloh. Yetinchi telefon nomerda? Telefon nomer berasizmi? Yo bilmaysizmi? Ha, qo'yavering. Olamiz. Qancha bo'ldi? 18 million. Lekin 18 millionga bo'libdi mana. 18 million toza. 18 million bo'lsa, bu 9 dan bo'ladi. 9 million so'm. Yosh xonajim, so'raganlar bor edi-ku. Ko'ringlar mana akalar. 9 million so'mdan ketyapti. Ular ham ketaveradi 9 dan. Qanchaga bordi bular? 9,5 dan. 9,5 dan qilib bermayapsizmi? 9,5 dan qilib bermayapti. Bozor 9 milliondan 18 ga ketdi. Sotildimi aka bu? Qancha bo'ldi? 27 million. 27 million bo'ldi. Keling, sigirimizni so'raganmiz. 27 million sotildi. Qanchaga boryapti? Hozir mana 8 million so'm. 8,5 qildi bozor. 8 million so'm qilyapti. Hozir mana qo'limda 8 million qilyapti. qo'limda osmonda. Qo'limizda 8 million qilyapti. 8 million so'm. Aka qanchaga boryapti ular? 8,5 dan qilyaptimi? Onasichi? 18 qilyapti. Mana 18,5 dan qilyapti. Yosh mo'jaga. 8 milliondan ham kirib ketadi. 8 million. 87 qilyapti. 87 qilyapsizmi? Beram. 87 qilyapti. Bering hoji bor. Beram cheki ham toza ichida. Hamma yo'q ichida 87 beraman. Qancha bo'ldi hoji bor? Sotilmabdi uni. Qaysi maqil aka? Telefon nomer qo'yasizmi aka? Telefon nomer qo'yasizmi? Yo'q. Sotib olasiz. Bozor. Mana bozor qaytyapti.
Aka qanchaga bordi bu? 9 millionga do'qilyapti. 9 million. Va chaytishgan gibrid. Gibrid ekan a. Sutdan chiqadimi bu? Yeb ichishi ham yaxshi, yemadi ham aka. Ha. 8,5 O't yeyaptimi? Ha. Bilinib turibdi o'zi, bilinib turibdi. Bilinib turibdi gibridligi. Bilinib turibdi o'zi gibridligi. Sementalni biroz bilinibdi. Qanchasi beraverasiz? Ha? Qanchasi beraverasiz? 9 million bo'lsa 9 ga beraman deb turibdi. 9 millionga chekini qo'shib beraverasiz? Bo'ldi. 9 million so'mga chekini qo'shib beraveradi. So'raganlar bor. Qaysida? Muslimbek yuzdan topasiz. To'g'rimi? Mana nima dedi? Dastlabkasi ichida telefon to'g'ratda, sistem beradi. Telefon nomeri qo'yasizmi? Qo'ying, ayting. 91 684 3235 ha? Telegram bormi? Telegram bor. Mana keldilar. Nechi qilyaptimi? Qanchaga bor to? 7,300 bo'lyapti. Yo'q, shunaqancha bor. Nasıl qo'ygan? Hozir qanchaga bor ya? 7,5. 7,300 7,5. Shunaqa qilyapti. Yaxshi o'ynayapti. Mana qo'ydi. O'tga kirgani? O'tga kirgani o't uyda? O't uyda. O'tga ajib. Mana oldindan o'tib so'raganlar. Sotildimi aka bu? Qancha bo'ldi? 31 bo'libdi bu hozir. Sotilga qo'yiladi. Aka sotildimi? Yo'q, top ko'rayapti deyapti. Sotildimi aka? Sotildi. Qancha bo'ldi aka bu? Sotilmadi. Sotilmadi. Qo'ylar qancha bo'ldi aka? Sotilmabdi.